Xo'p, bugungi mavzumiz o'zini topish va ichki xotirjamlikka erishish. Xo'p. Kimdir buni tushunib yetadi, kimdir tushunmaydi. Ichki xotirjamlik bu o'zi nima degan savollar juda ham ko'p keladi. Xo'p. Hozir bu haqda sizga to'liqroq ma'lumot beraman. Bundan oldin esa biz bu dars kimlar uchun ekanligini aytib o'taman. O'zini topishda qiyinchilikka duch kelayotganlar uchun aynan mana shu dars kerak. Ichki tinchlikni topa olmayotganlar va o'z hayotidan charchagan insonlar uchun kerak. Stress va tashvishlarni yengishni istaganlar uchun, o'ziga bo'lgan ishonchini qayta tiklash va baxtli hayot kechirishni istaganlar uchun, hayotdagi jiddiy o'zgarishlar qilishni, hayotiga umuman jiddiy o'zgarishlar kiritishni istagan insonlar uchun bu darsimiz aynan shu insonlar uchun juda ham muhim. Xo'p, bugun nimalar haqida gaplashamiz? O'tgan og'riqlarni kechirish, ichki xotirjamlikni topish, o'zingizga bo'lgan ishonchni qaytarish, ruhan yengil bo'lishni o'rganar ekanmiz. Har bir insonga rivojlanish uchun qayta sinov beriladi. Bilasizmi? Bir inson bir marta misol uchun sinovga o'sha insonni oldiga bitta sinov keldimi, bu shunchaki sizga signal. U shunchaki sizga berilmaydi. U shunchaki sizga ogohlantirish. Turishingiz kerak o'sha joyingizdan, o'sha xatolaringizni bitta tahlil qilib ko'rib, demak, siz qayerda xato qildingiz, qayerni o'zgartirish kerak, qayerni o'zgartirsangiz hayotingiz qanaqa darajada o'zgaradi, mana shularni ko'rib chiqishingiz uchun berilgan sinov bo'ladi. Lekin biz ming afsuski bu narsalarni shunchaki o'tkazib yuboramiz. Nimaga bunaqa holat keldi men oldimga? Nega men buncha sinov berilyapti? Men shunchalar aybdor shaxsmanmi? Menga nima bo'lgan? Hamma sinov menga, hamma og'riq menga, hamma qiyinchilik menga. Nega boshqalarga berilmaydi degan insonlar juda ham ko'p. Yoki meni Alloh faqat meni ko'radimi? Nima uchun faqat menga sinov deyilgan? Shunaqa tanqid bilan kelgan insonlar juda ham ko'p. Bilmaydiki, lekin qayerda xatosini anglashi kerak. Alloh ham o'sha signalni o'zgarishi uchun, turishi, harakat qilishi, qayta o'sha xatoni qilmasligi uchun beradi. Lekin bu narsalarni biz shunchaki o'tkazib yuboramiz. Hech ham tahlil qilib ko'rmaymiz. Chunki biz har doimgi holat-ku, nima qilaman qarab, og'riqqa kirgiz kelmaydi. Yana qaytib o'sha narsani eslagiz kelmaydi. Shuning uchun ham biz qayta sinovlarda sinalayveramiz. Har safar bizga sinov berilganda esa, bugun kamroq berilgan bo'lsa, keyingi safar undan ko'proq bo'ladi. Undan keyingisida undan ham ko'proq beriladi. Lekin inson o'sha narsani anglab yetguncha, 35-40 yoshga kirib qo'yamiz. Bir xillar erta anglaydi, bir xillar qarisa ham bu narsani anglay olmaydi. Xo'p, agar insonlar o'tgan og'riqlarni kechirsa va uni qo'yib yuborsa, depressiya va stressni kamroq boshdan kechirar ekan. Juda ko'p ayollar hayotimda xotirjamlik yo'q, qanaqa qilib qalb xotirjamligiga erishsam bo'ladi deb savol berishadi. O'zi siz uchun xotirjam hayot qanaqa? Stresssiz, asabiysiz hayot qanaqa? Avval shuni aniqlab olish kerak. Bilasizmi, sizda xotirjamlikning yo'qligi sizdagi minnatdorchilik va shukrning yo'qligidan dalolat. Biz doim noliymiz. Hech ham shukronalik keltirmaymiz. Boriga, hozirgi hayotimizga shukr qilmaymiz. Faqat qancha inson bilasizmi, doim noshukurda, unutuvchan inson. Mana shu qancha sizga yaxshi imkoniyat berilaversa, yana undan zo'rini berishni xohlaysiz. Yana undan zo'rini. Shuning uchun ham boriga shukr qilmadingizmi, doim sizga noshukurchilik berilaverar ekan. Oddiygina bitta sir. Siz bir o'ylab ko'ring, bekorga sizga bu depressiya, asabiylashish, stresslar sizga kelmaydi. Aynan o'sha oldingizdagi narsani ko'rmaganingiz uchun ham, boriga shukr qilmaganingiz uchun ham qayta sizga mana shu asabiylashish, mana shunaqa yomon holatlar qayta kelaveradi. Agar insonlar o'tgan og'riqlarni kechirsa va qo'yib yuborsa, depressiya va stress kamroq boshdan kechiradi va undagi yurak urishi, uyqusizlik, tashvishlar kamayadi. Biz ushlab turaversak o'tgan og'riqlarni, misol uchun turmush o'rtog'ingiz bilan hayotingiz o'sha boshida janjal bo'lgandir yoki qaynonangiz bilan kelishmovchilik bo'lgandir. O'sha narsani ushlab yuraveramiz, qo'yib yubormaymiz. Bilasizmi? O'sha narsani ushlab yuraversangiz, yana sizga xuddi o'shanaqa vaziyat berilaveradi.
Chunki siz tushunmayapsiz nimaga bunaqa bo'layotganini. Bo'ldi, siz ushlab turasizmi, sizni halovatingiz yo'qoladi. Uyqusizlikka uchraysiz, yurak kasalliklarini kimdir topib oladi, kimdir har doim vahimada yashaydi. Yashaydi-yu, lekin halovati yo'q, o'zi bilmaydi. Nimagadir xotirjamligi yo'qda, negadir tinchmas, hayotdan ko'ngli sovib ketgan, yashagisi kelmaydi, hech narsaga e'tibor bergisi kelmaydi. Hattoki bolalariga ham e'tibor bermaydi. Yashayapsiz-u, lekin qalbingizda xotirjamlik yo'q. Nima qilishingizni bilmaysiz, tinimsiz, asabiysiz, mazza qila olmaysiz hayotdan. Nimaga men bunaqaman? Nimaga meni qalbim xotirjam emas? Nimaga? Tushunmaysiz o'zingiz. Doim nimadandir norozisiz. Nimaga jahlingiz chiqayotganini his qilmaysiz. Nimaga jahlim chiqyapti? Nimadan noroziman? Hech bir o'ylab ko'rganmisiz? Mana shunaqa holat bo'lganmi? Juda ham menimcha hozir kecha savollarimizni kommentariy ichida men aynan mana shu savollarni juda ham ko'p o'qidim. Opa, menda qanaqadir qalb xotirjamligi yo'q. Men bilmayman nimaga yashayotganimni, nimani his qilishimni ham tushunmayman. Nega asabiyman, o'zim hayronman. Doim asabiyman, bolalarimga baqiraman, erimga tuzuk gapirmayman, yaxshi gapirmayman, chiroyli so'z chiqmaydi. Men umuman tushunmayapman nimaga yashayotganimni, nimadan noroziman, umuman bilmayman deydigan ayollar juda ham ko'p yozdi. Xo'p, kechirish yoki kechirmaslik. Bo'ladi shunaqa holat qizlar sizlarda. Turmush o'rtog'imiz bilan urushamiz, lekin uni qo'yib yubormaymiz. U o'tmishda bo'ladi, u lekin turmush o'rtog'imiz o'sha narsani eslamaydi. Biz lekin nima deydi? O'zimiz ham kechagi yegan ovqatimiz esimizda yo'q, lekin erimiz bilan urushgan kunimiz sanasigacha, soatigacha esimizda. Bo'ladimi shunaqa holat? Menimcha hammada bo'lsa kerak shu. Sanasigacha, soatigacha qanaqa holatda bo'ldi, o'sha narsa esimizda. Lekin kechagi ovqatimiz esimizda yo'q. Menimcha hammada bo'ladi bu holat. Nima uchun? Bilasizmi? O'tmishni qo'yib yubora olmaysiz. O'tmishdagi voqealarni qo'yib yubora olmaysiz. Nima uchun siz stressda? Nima uchun mana hozir hayotingizda mazmun yo'q? Bilasizmi? O'sha o'tmishdagi voqealar hali esingizdan ketgani yo'q. Hali kechira olmagansiz. Siz hali umuman unuta olmagansiz. Ana o'shani ushlab yurayverasiz. Ana keyin bizda stressdan ham oshib ketgan depressiya. Ana keyin turmush o'rtog'imizga noliymiz. Siz menga e'tibor bermaysiz, mehr bermaysiz, pul bermaysiz. U конечно bermaydi-da. Sizdagi energiya o'tmishga qarab ketayotgan bo'lsa. Faqat orqamizga qarab yashaymiz. O'tmishga qarab yashadikmi? Biz kelajak qura olmaymiz. Biz oldinga qarab yurishimiz kerak, orqaga emas. Orqaga hayot yo'q-ku. O'tib ketdi bu muammolar. Mana shuni qo'yib yuborishni o'rganishimiz kerak. Biz qo'yib yubormay ushlab yurdikmi, o'zimizga har xil keraksiz holatlar yuzaga keladi. Misol uchun, ayol kishi eridan xafa bo'ldimi, erini kechira olmadimi, конечно, undan nafratlanadi, g'azablanadi. Hali shoshmay turmasanga ko'rsatib yuram, qo'yaman deb o'ziga shunaqa kuch yig'adiki, erkakka o'xshab ham qoladi. Erkaklik gormoni oshib, ayollik energiyasini yo'qotadi. Bunday ayollarning oldidan erkaklar ketadi. Xohlaysizmi, yo'qmi, uzoqlashadi. Shuning uchun ham bizda asabiy, hozirgi hayotimizda mazmun yo'q. Doim tushunmaysiz nimaga yashayotganingizni. Chunki eringizdan hali ham o'chingiz borda, olishingiz kerak o'sha o'chni. Doim unga nolisiz, aytasiz, "Meni unim yo'q, bunim yo'q, qachon berasiz, pul bermaysiz, kech kelasiz, telefonini tinimsiz kelaysiz." Uni holi joniga qo'ymaganingizdan keyin sizdan qochadi-da. Men kechagi mavzumizga aytdim-ku, erkak kishini qochiradigan vaziyatlarni tushuntirdim. Erkak nima uchun xiyonat qiladi? Aynan mana shu energiya yo'qligidan, ayol kishi ayollik qila olmaganidan erkak kishi qochadi deb tushuntirdim. Bugungi mavzumuz esa sal boshqacharoq. Turmush o'rtog'ingiz ko'chadan ichkari kirmayaptimi? Chunki unga qulay o'rtoqlari bilan suhbatlashish. Chunki uni o'rtoqlari eshitadi. Siz eshitmaysiz. Siz eshitmaganingiz uchun ham u eshitadigan inson topib oladi o'ziga. Yoki o'rtoqlari eshitadi uni, yoki boshqa ayollar eshitadi. Sizga shu holat kerakmi? Menimcha hech kimga kerak emas. Esimdan chiqmayapti. Esingizdan chiqishi uchun u bittada hech kimni esidan chiqmaydi. Hech kim kechira olmaydi. Uni etablari bor, qizlar. Uni o'rganishingiz kerak. O'z ustingizda ishlasangiz, qachonki ishlasangiz, bittada men buni kechira olmayapman deb siz o'zingizga yillar davomida kechira olmaslik oqibatida qanaqadir keraksiz kasalliklar sizga kerakmi? Keraksiz holatlar sizga kerakmi? Qachon kechirishni o'rgansangiz, qo'yib yuborsangiz, mana shu sizdagi mana hozir menimcha yozinglar mana qizlar, mana shu kechira olmaydigan insonlar qayeringizda, masalan, jenskiy organlaringiz qayerda muammosi bor?
Yozinglar, mana shunaqa ayollar yozinglar. Menimcha sizda muammo bor. Yoki endometrit yoki mastopatiya bor. Albatta eng kichkina etaplari bu. Eng kichkina etaplari bu. Agar yanada mana shu kechirmaslikda davom etaversangiz, sizda bundan ham boshqacha vaziyatlar bo'ladi. Nimadir sabab bo'ladi. Sababsiz erkak kishi hech qachon qo'l ko'tarmaydi, hech qachon. Agar uni otasida mana shunaqa xislat bo'lmasa, otasi onasini urib, ko'zini oldida urib, nima katta qilmagan bo'lsa bolani, agar bu qondan qonga o'tadi albatta. Bor shunaqa, agar erkak ideal bo'lishi mumkin, faqatgina bu bolaligida shakllangan bo'lmasa agar, yoki bo'lmasa o'zingiz shu holatga olib kelib qo'ymagan bo'lsangiz, bolani sal yiqilgani uchun, bola yiqilib ketgani uchun sizni nima ayblaydi? Chunki qo'rqasizda. Hozir bolam yiqilsa yana men erim bilan gap eshitaman deb. Bormi shunaqa holat? Yozingchi. To'g'rimi? Qo'rqasiz-ku. Qo'rqamiz. Kechirish yoki kechirmaslik bu sizning tanlovingiz. Xohlang turmush o'rtog'ingizni kechiring, xohlamasangiz umuman kechirmang. Kechirmaydigan insonlar hozir tushuntirdim, qanaqa oqibatlarga olib borishini. Albatta sizda kista bo'ladi, yoki mastopatiya, yoki endometrit, albatta jenskiy organizmda qanaqadir muammoingiz bo'lib yuradi. Bu o'ylab mana shunaqa gormonal narshini yurasiz. Nechadir yil yurasiz, undan keyin boshqa etaplarga o'tasiz. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Qo'yib yuborishimiz kerak. Kerak emas bizga bunaqa holatlar. Sizga kerakmi? Menga kerak emas. Men voz kechdim o'z vaqtida mana shu holatimdan. Menga ustozlarim tushuntirib berganidan keyin haqiqatdan ham men sizga o'zimni ustimda tajriba qilgan narsani aytib beraman. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men erimni kechirmadim. Hali o'ch olaman sendan, hali shoshmay tur deb, men turmush o'rtog'imdan o'ch olish maqsadida 1 yil kutganman. Ishonasizlarmi qizlar? Men o'zimdan hozir uyalib ketaman mana shu holatimdan. O'sha paytlar men erimdan o'ch olishim uchun erim menga mana shu nima qilgan, misol uchun yaxshi muomalada bo'lmagani uchun tug'ilgan kunim edi. Tug'ilgan kunimga men yaxshi o'zim xohlagan sovg'ani ola olmaganim uchun turmush o'rtog'imga siz olib bermadingiz mana shuni, xafa bo'ldim deganimga bitta kaltakchani yeb olganman. Moshni kaltak tushgan men boshimga, ekin biqinimga. Buyragimning ustidan yaxshigina kaltak tepki tushgan. Bilasizmi, men uni qo'yib yubora olmadim. 1 yil kutdim, xuddi mana shu o'chimni olishim uchun. To'g'ri, men qo'limdan kelmaydi. Men turmush o'rtog'imni urishim yoki so'kishim, lekin 1 yil kutib turib, aynan o'zini tug'ilgan kunida xuddi mana shunaqa til bilan uradigan zarbani berganman. Bilasizmi? Shu holatni eslasam hali ham qalbim og'riydi. Chunki men o'zimni 1 yil azoblaganman. Stress bilan, qo'rquv bilan, mastopatiya bor edi men ko'kragimda, jenskiy organlarimda mastopatiya ham bor edi. Jenskiy endometrit bor edi menda. Bilasizmi, ustozlarim shunaqa chiroyli tushuntirgandan keyin men to'xta, men o'zimga shuning uchun mana shuni oqibatida mana shu kelib chiqqanini juda ham zo'r tushunganman. Ana o'shandan keyin kechirishni o'rgandim, qo'yib yuborishni o'rgandim. Bo'ldi. U menga shu holatni berdimi? Demak, u meni rivojlanishim uchun, turishim uchun, o'sha xatoni yana takrorlamasligim uchun, o'zimni ustimda ishlab, ozroq rivojlanishim uchun aynan mana shu Alloh taolo menga shu kaltak bilan mana shuni tushunishim uchun kaltak orqali erimni vositachi sifatida yuborganligini juda ham yaxshi tushunganman. Demak, biling, sizni turmush o'rtog'ingiz sizga nimadir yomon so'z aytdimi? Demak, sizni turishingiz, o'z ustingizda ishlashingiz uchun berilgan sinov bo'ladi. Mana shu narsani to'g'ri tushunishni o'rganishimiz kerak. Tushuntira oldimmi? Agar siz shu narsani to'g'ri tushunsangiz, albatta kechirishni o'rganasiz. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, kechira olmagan odamlarning stress darajasi o'rtacha 20-30%, 25-30% yuqori bo'ladi. Tushundingizmi? Bu o'tkazilgan tadqiqot. Ichki xotirjamlikni topish. Siz nima deb o'ylaysiz? Xotirjam hayot nima? Qizlar, yozamiz, qani siz uchun xotirjam hayot nima? Kim qanaqa ko'radi xotirjam hayotni? Sog'ligimizga nima bog'liqligi bor? Qizlarjonlar, yaxshilab YouTube'larni, umuman tekin darsliklarni ko'rsalaring, hamma shu haqida gapiryapti. Hamma shu haqida gapiryapti. Hali ham agar sizda ma'lumot bo'lmasa, hozirgi gapimni yozib olishingiz kerak edi. Hozir men oxirida yana sog'ligimizga nima bog'liqligi borligini men sizga yana ham zo'r tushuntirib beraman. Siz stressga tushasiz.
asabiylashasiz. Xohlaysizmi yo'qmi, qoningiz qanaqadir siqilganingizda, asabiylashganingizda qon quyuqlashadi va shuni oqibatida tanadagi qon yurishishi yaxshi bo'lmagani, yana shunga o'xshagan bir necha sabablarni oqibatida inson asabiy, asabdan keyin stress, stressdan keyin depressiya, depressiyadan keyin shunaqangi holatlarga tushadiki, uni oqibatida o'ziga qanaqadir kasalliklar orttirganini o'zi sezmay qoladi. O'zi bilmaydi, lekin u tanasiga ta'sir qilganini o'zi sezmay qoladi. Shuning uchun ham sog'ligimiz bilan bog'liqlik joyi bor. Tilim aylanmay qoldi. Tushundingiz-a? Oynaga ham qaragim kelmaydi. Mani ham. Oynaga ham qaragim kelmaydi. Sizda qarang, oynaga qaragingiz kelmasa, demak sizda juda ham mana bu borda. O'zingizga ishonch yo'q. O'zingizga ishonmaysiz. O'zingizni ko'rgingiz kelmaydimi? Bo'ldi. Sizda ishonch yo'q. Ishonchni uyg'otish kerak. Ayolligingizni uyg'otish kerak. Ayollik energiyasi yo'q sizda. Shuning uchun ham ko'rgingiz kelmaydi o'zingizni. Ichki xotirjamlikni topish va siz nima deb o'ylaysiz? Xotirjam hayot nima? Savol berdim. Ichki xotirjamlikda sog'lom yurishimda. Hayotda qizig'i yo'q. Esdan chiqishi oson emas. Aynan shu esdan chiqmaganligi uchun sizga aytayapman, o'z ustingizda shug'ullaning. Uni siz mana shunaqa muammo qilib olib yurib, kimgadir savol berib, agar yechim topaman degan bo'lsangiz, xato qilasiz. Savolingizga hozir javob olishingiz mumkin, lekin aynan shu haqda to'liq tushunchangiz bo'lmaydi. Buning uchun sizga ustoz kerak. Siz o'zingizga xohlagan ustoz topib, aynan ayolligingiz ustida ishlamasangiz, mana shu etapda o'ta olmaysiz. Yuraverasiz, mana shu stress, asab, depressiyada yuraverasiz. Diqqat e'tiboringiz qayerda bo'lsa, energiya ham o'sha yerda bo'ladi. Siz diqqat e'tiboringizni qaynonangizga qaratdingizmi? Qaynonam yomon dedingizmi? Bo'ldi, qaynonangiz sizga yomon inson obrazini o'zi o'ynab beradi. Uni begona kelib, "Sen mana shunaqa bo'l" deyish shart emas. Bo'ldi, siz qaynonangizni yomon dedingizmi? Yomon roliga o'ynab beradi. Chunki sizdan yomon energiya taralyapti qaynonangizga nisbatan. Yomon degan energiya sizdan taralyapti. Xohlaysizmi yo'qmi, xuddi shunaqa bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, energiyani qayerga qaratamiz? Yaxshi narsalarga. Bo'ldi, bugundan boshlab hamma narsani yaxshi deyishni o'rganing. Bilasizmi, so'zni sehri bor. So'z fikrga aylanadi, fikr esa amalga oshadi. Orzuga aylanadi, orzular esa har bittasi amalga oshadi. Har bitta so'zingiz, har bitta mana shu gapingiz amalga oshadi. Juda ham ehtiyot bo'lib gaplashamiz qizlar. Kimgadir fikr bildirishdan oldin doim uni yaxshi xislatlarini bir marta aytib o'ting. Chunki ong tushunmaydi. U sizni eringiz yoki qaynonangiz ekanligini ongingiz sizni umuman tushunmaydi. Ong faqatgina o'zini o'ylaydi. Siz yoningizdagi sherigingizga aytayotgan gapingiz ham o'zingiz uchun, eringizga aytayotgan gapingiz ham, negativ fikringiz ham siz o'zingiz uchun. Qaynonangizni so'kasizmi? Qaynisinglingizni qarg'aysizmi? Hammasi bu o'zingiz uchun, ongingizga aytilgan gap bo'ladi. Shuning uchun ham bizning ustozlarimiz aytadiki, alkash yerda yumalab yotgan bo'lsa ham turg'izib, mana shunga yaxshi tilakni bildirgin. Chunki u faqat o'zingga aytilgan gap. U alkashga gapirilgan gap emas. To'g'ri, unga aytasiz, lekin ongingiz faqatgina o'zingizni ko'radi. Ong boshqa insonni tanimaydi. Faqat o'zingizni taniydi. Tushuntira oldimmi? Faqatgina o'zingiz taniydi. Shuning uchun ham doim aytishadi-yu, Alloh aytadi, gumonni yaxshi qilgin. Doim gumonda chiroyli bo'lgin. Boshqalar haqida ham gumonni chiroyli qilishingiz kerak. Qaynonam yaxshi. Bo'ldi, prosta qaynonam yaxshi. Aytib yuring, sizdan nima ketdi? Yomon deb biz o'zimiz shakllantiramiz mana shu narsani. Qaynonam yomon, qaynisinglim yomon, har narsaga aralashaveradi. Bo'ldi, u sizni ko'zingizga yomon ko'rinadi. Chunki siz yomonlik energiyasini taratdingiz. Qachon yaxshi deysiz? Qachon? Sizni aksingizni ko'rsatib turadi qaynisingiz yoki qaynonangiz sizni aksingiz. Tushuntira olayapmanmi? U uni xarakteri emas, sizni mana bu ichingizda yotgan alamzadaligingizni ko'rsatib beradi. Tushundingizmi? Sizni o'zingizga noroziligingizni qaynonangiz ko'rsatib beryapti. Sizni o'zingizni aybdorligingizni eringiz ko'rsatib beryapti. Kechagina tushuntirdim. Siz o'zingizni men semizman, go'zal emasman, xunukman deb aybladingizmi, eringiz shuni sizga aytadi deb tushuntirdim. Xuddi mana shu narsani qaynonangiz ham takrorlaydi. Bo'ldi, siz qaynonam yomon dedingizmi, qaynonangiz keladida sizni bitta ishingizdan ayb qidiradi. Xohlaysizmi yo'qmi? Qaynisingiz sizni har bitta gapingizga burnini suqaveradi. Xohlaysizmi yo'qmi? Chunki siz undan o'zingizdan yomon energiya taratib turibsiz.
To'g'ri. Hayotingizda bo'lgan og'riqlarni, o'tgan voqealarni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qiling. Qabul qilishni o'rganishimiz kerak, qizlar. Biz qabul qilishni o'rgansak, mana shu narsalarni qabul qilmasak, qanday holatga borishingizni ko'rsatdim, tushuntirib berdim. Agar qabul qilsangiz, hayotingiz yengil bo'ladi. Xotirjam tortasiz, bo'ldi. Hamma tashvishlaringizni, yumushlaringizni Allohning o'ziga qo'yib bering. Alloh hech qayerda xato qilmaydi. Sizni eringizga mos, eringizni sizga mos qilib yaratgan. Alloh xato qiluvchi zot emas. Hech qayerda xato bo'lishi mumkin emas. Farzandingiz ham sizga mos. Siz farzandingizga mos. Siz qaynonangiz sizga mos tushgan. Hech qayerda Alloh xato qilishi mumkin emas. Hamma narsani to'liqligicha yaratadi. Yo xato qilishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Shuning uchun qabul qilishni o'rganamiz, qizlar. Siz qabul qilishni qachon o'rganasiz, qalbingiz xotirjam bo'ladi. Mazzada yashaysiz. Bo'ldi, Allohni o'ziga qo'yib bering. Qo'ying Allohga. O'zi bilguvchi zot. Siz turmush o'rtog'ingiz kech kelishidan xavotir olyapsiz. Shunday ayting, Allohim, nima bo'lsa ham sen menga xayrlisini berishingga men ishonaman deng. Shunaqa o'tiravering, xotirjamlikda o'tiring. Shunaqa turmush o'rtog'ingiz tez kirib kelganini bilmaysiz. Bo'ldi, turmush o'rtog'ingiz xiyonat qilib yuribdi deb xayolingizga bu aytaveradida, ongingizda aylanaveradi-yu. Bo'ldi, erim meni xiyonat qilib yuribdi. Cho'ta kech kelyapti, o'rtoqlari bilan yana choyxonaga ketdi-da deb xavotir oldingizmi? Shu payt ongingizga shunday ko'rsating. To'xta. Men nimani o'ylayapman? Menga shu kerakmi? Hozir mana shu holat bo'lishi kerakmi? Yo'q, menga kerak emas. Men hozir yaxshi narsalar haqida o'ylashim kerak. Mayli, o'sha ongingiz mana shu negativ narsani o'ylayaptimi? Shunday to'xtangda. To'xta, menga bu kerak emas. Nimani xohlaysiz o'zingiz? Turmush o'rtog'ingiz eshikdan shokolad ko'tarib kelishini, gul ko'tarib kelishini istaysizmi? Yoki bir posh shashlik olib kelishini xohlaysizmi? Shuni ayting o'zingizga. Zo'r praktika, qizlar, ishlatinglar, buni ishlatinglar. Va yozib olinglar, qog'ozlaring bo'lsa, yozib olinglar. Orada zo'r narsa aytib ketdim sizlarga. Yozib oling. Turmush o'rtog'ingiz mana negativ hissiyot kelyapti. Turmush o'rtog'im xiyonat qilyapti yoki choyxonada deb o'yladingiz. O'ylagan sirazi shu joyda to'xtatasiz. Yo'q, menga bu kerak emas. Menga nima kerak? Menga hozir turmush o'rtog'im qaniydi? Gul ko'tarib kelsa-ya. Tasavvur qiling, qalbingiz jumbushga keladi. Ana shunaqa hissiyot qilish kerak-da. Hozir men turmush o'rtog'im gul ko'tarib kelsa-ya, menga telefon sovg'a qilsa-ya deb bitta xayol qiling-da. Sirazi turmush o'rtog'ingiz 10 minutga qolmay yoki yarim soatga qolmay uzoqda bo'lsa ham yetib keladi. Chunki siz nima qildingiz? Chiroyli gumon qildingiz. Chiroyli xayol qildingiz. Yomon narsa o'ylamadingiz. Chiroyli siz o'zingiz xohlaydigan ayol energiyasi xohlaydigan, ayolligingiz xohlaydigan, haqiqiy ayol xohlaydigan orzuni qilib qo'ydingiz shu yerda. Bu juda ham zo'r ishlaydigan texnika. Aynan men mana shu narsadan juda ham zo'r natijaga chiqqanman. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Xudoga yolvormang. Hech qachon Xudodan yolvorib, o'tinib, yalinib so'rash kerak emas. Siz Allohga ishoning, bo'ldi. Allohim, biz duolarimizda qanaqa so'raymiz? Allohim, erim meni urmasa ekan, erim menga xiyonat qilmasa ekan, iltimos sendan erimni meni tuzatib ber. Unaqa duo qilinmaydi. Umuman unaqa duo qilinmaydi. Alloh sizni yalinishingizni xohlamaydi. Alloh sizga unga ishonch berishingizni xohlaydi. Siz ishonib topshirib qo'ying, yalinish shart emas. Allohim, hozir aytgandek, Allohim, turmush o'rtog'im qayerda bo'lsa ham men uchun omonatingga asra. Allohim, men turmush o'rtog'imga ishonaman. Chunki sen uni doim xayrli yo'llarga boshlaysan. Mana shu chiroyli fikrni ayting. Juda ham zo'r ishlaydi va qalbingiz xotirjam tortadi. Tushundingizmi? Duo bilan duoning farqi bor, qizlar. Duo qilishni ham o'rganish kerak. Qizlar, men sizlarga mana shu joyda ikkita praktika berdim. Kim yozib oldi? Yoki yaxshi tushundingizmi? Mana shu narsani ishlating hayotingizga. Juda ham sizga men bugungi darsimda juda ham ko'p praktika beraman. Qilib ko'ringlar. Texnikalar bular, ishlaydigan texnikalar. Har doim ham bermayman. Boshqa payt bermayman buni. Tushundingizmi? Ikkita texnika berdim hozir. Turmush o'rtoq haqida qanaqa o'ylash, keyin hozir uni oldingiz nimadir bo'ldi, o'zimdan ham hozir nima esimdan chiqdi. Lekin juda ham zo'r ishlaydigan praktika berdim. Eslab qoling. Yozinglar, qizlar, agar sizlar zo'r foyda olaman desalaring bu narsani yozishlaring kerak. Agar siz asabiylashish sizga faqat zarar yetkazishini tushunsangiz, qalbingiz xotirjam tortadi. Hozir aytib o'tdim. Agar siz tushundingizda, hozir men o'sha asabiylashish, stress, depressiya ayol kishiga qanaqa kasalliklar olib kelishini aytdim. Kista,
mioma, endometrit, jenskiy kasalliklar, sistit, mana shunaqa kasalliklar undan keyin agar bu sizda depressiyadan o'tib, undan vahimali darajaga o'tib ketsa, undan keyin boshqa undan ham og'irroq kasalliklarga o'tib ketadi. Shuning uchun mana shuni tushungan holda siz o'tgan muammolarni qo'yib yuborishni, qabul qilishni o'rgansangiz, agar siz mana shu nafrat, g'azab, tanangizga ozor berishni tushunsangiz, xotirjam tortasiz. Bo'ldi, men bugundan tinch va xotirjam yashayman. Bo'ldi, menga bunaqa hayot kerak emas deyishni o'rganasiz. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytarish kerak. Ishonishni o'rganing o'zingizga. Qachongacha o'zingizga ishonmay yashaysiz? Siz mukammalsiz. Sizdaqa ayol bu dunyoda yo'q. Sizdaqa qo'l, bir qo'lingizga qarang, qanaqa chiroyli yaratilgan. Alloh mukammal sizni yaratib qo'yibdi. Hech qayerda xatosi yo'q qilib yaratib qo'yibdi. Sizdaqa inson yana boshqa hech qayerda yo'q. Xuddi mana shu narsani his qilishni o'rganinglar. Bo'ldi, men yagonaman deyishni o'rganinglar. Men yagonaman. Men o'zim uchun o'zim bo'lib yashayman. Hech kimdan hech narsa kutmayman. Bugundan boshlab faqat o'zimni sevaman deyishni o'rganinglar. Bu ham zo'r texnika. Kutmang hech qayerdan. Agar o'zingizga ishonchingiz zo'r bo'lsa, siz kerak bo'lsa, mana bu yerdan bittasi kelib turib, "Buncha xunuksan" desa ham, o'zingiz ishonasiz o'zingiz go'zalligingizga. Bo'ldi, uni gap sizga umuman ta'sir qilmaydi. Tushundingizmi? O'zingizga ishonchingiz zo'r bo'lsa, sizni oldingizdagilar qancha yomonlasin, sizdagi duh buni hech qachon pastga tushirib qo'ymaydi. Tushundingizmi? Chunki siz o'zingizga uverensiz. Chunki siz bilasiz o'zingizni haqiqiy zo'rligingizni, zo'r ishlar qilishingizni, zo'r ovqat qilishingizni bilasiz. Sizni ovqatingiz yaxshi chiqmabdi desa qaynonangiz yoki qayninsangiz, bugun ovqatingiz o'xshamabdi desa, xafa bo'lmaysizda, chunki siz o'zingizga ishonasiz, shirin ovqat qilishingizni bilasiz. Bilasizku o'zingiz shirin ovqat tayyorlashingizni. Bo'ldi, kerak emas. Ularni gapi sizga vobshe ta'sir qilmaydi. Siz o'zingizga ishonchingizni oshirib oling, umuman eshitmaysiz ularning gapini. Ta'sir ham qilmaydi. Xafa ham bo'lmaysiz, qalbingiz og'rib ham o'tirmaydi-da. Nega ishonch yo'qoladi? Nega ishonch yo'qoladi, qizlar? Rahmat. Nega ishonchimiz yo'qoladi? Chunki biz aytgan narsalarimiz o'z vaqtida bo'lmaydi. Ana shuning uchun bizning ishonchimiz yo'qoladi. Chunki siz aytgan narsalar o'z vaqtida bo'lmayapti. Shuning uchun ham ishonchimiz yo'qoladi. Maqsad qo'yib unga erishganingiz sari ishonchingiz kundan kunga oshib boradi. Agar siz bitta maqsadni qo'ydingiz, bo'ldi, men bugundan boshlab o'z ustimda ishlayman. Bo'ldi, men bugun o'zimni parvarish qilib, yuzimga uxotlar qilishni boshlayman. Qo'llarimga kremlar surtishni boshlayman deysiz, lekin uni tashlab qo'yasiz. Bo'ldi, ichingizdagi qizalog'ingiz xafasizda. Chunki siz uni xohishini qilmadingiz. U xohlagandi ayol bo'lishni, jozibali ayol bo'lishni istagan. Lekin siz bu xohishni qilib bermadingiz. U xafa bo'ldi. Qilib bermadingizmi? Bo'ldi, undan sizdan xafa bo'ldi. Ana o'shaning uchun ham ishingiz umuman o'xshamaydi. Sizni qalbingiz nimanidir xohladimi? Qilib bering. Misol uchun bitta ko'ylak olishni xohladimi? Olib bering o'sha ko'ylakni. O'zingiz uchun olib bering. Siz o'zingiz uchun eng ideal ayol bo'ling. Siz doim o'zingizni hurmat qilishni o'rganing. Bo'ldi, siz mana shu chiroyli ovqat yegingiz keldimi? Boring, chiqib ovqatni yeb keling. O'zingizga misol uchun bitta kosmetika olgingiz keldimi? Oling o'sha narsani. Ichingizdagi qizalog'ingizni xursand qiling. Siz yetuk shaxssiz, lekin sizni ichingizda sizni bolaligingiz yashaydi. Kecha birinchi darsimga kimlar kirgan bo'lsa, aynan mana shu bolalikka borib, biz bolaligi bilan ishlab keldik. Ko'rdingiz-a o'zingiz qanchadan qancha qizlar men o'zimni ko'rib yig'ladim, men o'zimdan norozi ekanman, kimdir olov bo'lib yondim deyapti. Nima uchun yonyapsiz? Chunki siz ichingizdagi qizalog'ingizni xursand qilmayapsiz. Sizni aytganlaringiz joyida qolib ketadi, qilib bermayapsiz. Shirinlik yegingiz keldimi? Olib bering. O'shani ilojingiz yetmasa tayyorlab bering. Qilib bering o'sha vaziyatda. Turmush o'rtog'ingiz bilan qayergadir aylangingiz keldimi? Boring. 5 minut, 10 minutga bo'lsa ham o'zingizni xursand qilib keling. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa o'zingizni xursand qilib yashasangiz, sizning ishingiz, o'zingizga ishonchingiz yana ham kundan kunga oshib boradi. Ruhiy tushkunlikdan chiqishning eng oson yo'li hammasini qabul qilish va qo'yib yuborish va kechirish. Kechiring hammani. Kechirib yuboring. Bilasizmi? Juda ko'p insonlar men ota-onamdan xafaman, onamni kechira olmayman, otamni kechira olmayman deydigan insonlar juda ham ko'p. Bormi shunaqa?
Ovoz yo'q deyishyapti qizlar. Ruhiy tushkunlikdan chiqishning eng oson yo'li hammani qabul qilish va qo'yib yuborish, kechirish. Bilasizmi, juda ko'p insonlar ota-onasidan xafa. Bormi shunaqa insonlar? Ota-onamizdan xafa insonlar bormi? Doim ayblaymiz. Katta yetuk insonmiz, o'zimizni bolalarimiz bor. Haligacha lekin ayblaymiz ota-onamizni. Menga o'z vaqtiga e'tibor bermagan, menga qaramagan, 10-11 ham eshitilyapti ekan. Menga e'tibor bermayapti, menga o'z vaqtida onam mehr bermagan, dadam menga shirin gapirmagan, doim qo'pollik qilardi, men kaltak yeb katta bo'lganman. Bizni bu dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ota-onamiz-ku. Qanaqa qilib biz shunday zotlardan, bizni bu dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ota-onamizdan xafa bo'lishimiz kerak? Bu narsa bo'lishi mumkin emas. Bu narsani esingizdan chiqaring. Kerak emas. Ota-onani kechirish, menimcha bu narsa nima degani o'zi? Umuman kerak emas. Qo'yib yuborish kerak. Ota-ona bizni sababchi qilgan. Mana shu dunyoga kelib, mana shu yutuqlarga erishishimizga, mana shu oilaga ega bo'lishimizga aynan mana shular sababchi. Hamma narsani qo'yib yuboring. Eringizni kechiring, qaynonangizni kechiring. Kechirish texnikalari bor, juda ham ko'p. Qaysi birini aytib berishni bilmayman sizga. Agar kechirim texnikalaridan berish kerak bo'lsa sizga. Misol uchun, o'sha eringizni texnika, bu ham kichkina texnika, eringizni yomon hislatlarini yozing. Tushundingizmi? Hozir men kichkina texnika beraman sizga. Bundan ham zo'r, bomba natija beradigani kursimda bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Sizga tezda men kichkinagina texnika berib boraman. Kechirish texnikasi qanaqa bo'ladi? Kechirish texnikasi o'sha yomon ko'rgan insoningizni yomon hislatlarini yozasiz, undan keyin yaxshi hislatlarini yozasiz. 100 ta yozishingiz kerak. 100 ta o'sha insonga nisbatan eng yaxshi jihatlarini. Kichkina bo'lsa ham sizga yaxshilik qilgan paytlari bo'lgan-ku, to'g'rimi? O'sha hislatlarni yozib chiqasiz. Bu juda ham zo'r ishlaydi. Anglaysiz, qancha ko'p yozsangiz, shuncha zo'r anglaysiz. Nima uchun deb o'zingizga savol beraverasiz. Tushundingizmi? Shunaqa qo'pol erkaklar bor, qo'li tugul вообще qaramaydi ham to'y kuni. Bor-a shunaqa? Bor-ku shunaqa erkaklar. To'y kuni hech bo'lmasa eshikda mashina eshigini ochib bergan, bu yaxshilik emasmi? Nima uchun ko'rmaymiz yaxshi narsalarni? To'yingizdan keyin sizga ro'zg'or qilib kelib bermadimi? Produkt olib kelib bermadimi? Nima yeysan deb bir marta ham so'ramadimi? Siz hozirgi holatini emas, o'tmishda bo'lgan, oldin bo'lgan yaxshiligini yozib chiqing. Kichkina detallardan topsa bo'ladi qizlar. 100 ta chiqmasa 50 ta yozing, 40 ta yozing. Juda ham zo'r narsalar tushunasiz. Siz bitta daftar ruchka olib yozib ko'ring, bekorga yoz deyishmaydi. Albatta buni tagida sabab bo'ladi. Keyingisi, sizga hozirgi kunda qadrsizlik, yolg'izlik, uyqusizlik nima berdi va o'ylab ko'ring. Xo'p, sizda hozirgi kunda sizga mana shu qadrsizlik tuyg'usi, yolg'izlik tuyg'usi, uyqusizlik, bedor kechalar o'tirib chiqasiz o'ylab, nimaga ekan, nima uchun ekan degan savollar juda ham ko'payib ketadi. Nima berdi mana? O'ylab ko'ring. Nima beryapti? Tinch hayot beryaptimi qizlar sizlarga? Menimcha hech kim tinch emas. Menimcha hech kim tinch yashamaydi. To'g'rimi? Hech kimda xotirjamlik, qalb xotirjamligi yo'q. Shu kerakmi bizga? Mana shunaqa qadrsizlik bilan davom etishimiz kerakmi bizga? Bir o'ylab ko'ring. Menimcha hech kimga kerak emas. Hamma xotirjam bo'lishni, hamma mazza qilib yashashni, ayol bo'lishni, erdan qadrli ayolga o'xshab eri bilan qadrli ayol sifatida yashashni istaydi. Qaynonasidan yaxshi kelin unvonini olishni xohlaydi. Qaynotasidan, qayinsingillaridan gap eshitmay yashashni istaydi. Bilasizmi? Juda ham ko'p xuddi mana shu savollar bilan mani oilamda tinchlik yo'q, mani erim ko'p xiyonat qilgan, mani qaynonam yaxshi muomala qilmaydi, doim qul sifatida ko'radi, doim ish deydi, har bitta ishimdan ayb qidiradi, qaynsinglim mani har bitta gapimga qo'shilib turmasa hisob emas, jonimga tegdi, hadeb qaynonsinglim har 2 kunni birida bizning uyimizda yashaydi, yoki qaynotam kelib qozonimni ko'raveradi, nima qildim, nimani ishlatdim, ular mani doimiy nazoratda ushlaydi. Erim ham hamma narsadan ayb qidiradi, doim mendan kamchilik izlaydi deb kelgan ayollarimiz juda ham ko'p qizlar. Juda ham ko'p. Men bularga juda ham bittada yordam berishni juda ham istagan bo'lardim, lekin ular bittada javob olishadi.
Men sizga hozir ham shunga javob berishim mumkin, lekin buni etaplari bor. Buni etap ishlamasangiz, bu narsadan chiqib keta olmaysiz. Men ularga ham xuddi shu gapni aytganman va ular shu narsani qilgan. Aytgan vazifalarni joy-joyida qilib, bomba natijalarga erishgan. Oilasini saqlab qolgan. Har bitta vazifani texnikalari bilan yozishadi, praktikalari bilan qilishadi. Aytganday qilgan, necha kundir vazifalar beriladi. Bularni aytgan joyida qildimi, bo'ldi, sizning hayotingizda o'zgarish bo'lishni boshlaydi. Tushundingizmi? O'zgarish bomba darajaga chiqishni boshlaydi. Ular ham keyin telefon qilishadi. Zo'r, hayotim yaxshi deyishni boshlashadi. Bittada, albatta ularning hayotida ham bittada bo'lmaydi bu narsa. Necha kundir ishlash kerak. 1 oy, 2 oy. Bitta o'sha qonunini bilib oling, baxtli yashash sirini bilib oling, bo'ldi, o'zingiz ketaverasiz o'sha tekis yo'ldan. Masalan, erning xiyonati bo'lsa, demak psixologik rivojlanish kerak. Agar erning xiyonati agar sizda xiyonat bo'lgan bo'lsa sizga nisbatan, albatta buni ustida ishlashingiz kerak. Xiyonatni kechirish oson emas, qizlar, sizlarni juda ham yaxshi tushunaman. Bu holat meni ham boshimdan o'tgan, kecha aytib berdim. 1 emas, 2 emas, 3 marta, hattoki men kompaniyalarga borib, mana shuncha list kelganman, telefonda gaplashmadim, SMS yozishmadim degan joyda men o'zim ko'zim bilan ko'rganman bu holatni. Demadim deyapti, lekin men borib kompaniyadan mana shuncha o'sha paytlar list, mana shu darajada hozir hamma narsa elektronniy bo'lib ketdi. Bizning davrimizda mana shuncha list chiqarib berardi. Soat nechida gaplashgan, qanaqa SMS yozganlarigacha chiqarib berdi. Olib kelib turmush o'rtog'imga shunday ko'rsatganimda tan olmadi, o'shanda ham tan olmadi. Bilasizmi? Men siz o'tgan xiyonatlarni hammasidan o'tib bo'lganman. Har xil holatdan o'tganman. Lekin men kechira oldim. Kechirishni o'rgandim. Bildimki, hamma kamchilik xato o'zimdan ekanligini. Agar siz ham xuddi shu narsalarni tushunib yetsangiz, hayotingizga zo'r o'zgarish kiritgan bo'lasiz. Xotirjam yashaysiz, ayolligingizga qaytasiz, hammasiga qo'l siltaysiz. Sovg'alar o'z-o'zidan kelishni boshlaydi. O'z-o'zidan pullar kelishni boshlaydi. Sizga ham beradi. Ishoning, sizga ham beradi. Menda o'xshadi-ku, nima uchun sizda o'xshamaydi? Albatta o'xshaydi. Hammada o'xshaydi. Hamma gapirgan, meni kursimga kelgan ayollar hammasi aytgan. Opa, to'g'ri aytgan ekansiz deb hammasi tasdiqlab ketgan. Bilasizmi? Aynan mana shu, demak sizda negativ hissiyotlar ko'p bo'lsa, kecha ham aytganman, tuzli vanna qiling. Tuzni ko'p narsalardan, tuz juda ham sizni tozalaydi negativ hissiyotlardan. Bu ham zo'r texnika. Buni ham qilib ko'ring. Tuz bilan cho'miling, tishlaringizni yuving. Tuz bilan hech yuvib ko'rganmisiz? O'sha zumnoy shotkangizga tuz sepasizda tishlaringizni yuvasiz. Hattoki tishlarni tozalash kerakda. Shunaqa zo'r tozalaydi tuzli vanna, вообще zo'r ishlaydi. Buni ham qilib ko'ring. Bu ham zo'r praktika. Tez yurishga chiqing. Qancha ko'p yursangiz, qon tomirlaringizdagi tromblar yoyiladi. Har xil tiqilgan narsalar yoyiladi va tez yurish natijasida qonlar zo'r yuradi, suyuqlashadi, quyilgan qonlar suyuq bo'ladi va negativ hissiyotlar sizdan chiqishni boshlaydi. Hadeb stressga tushishni boshlamaysiz. Qancha inson ko'p yursa, o'z ustida tahlil qiladi. Nima qildim, nimani qayerda xato qildim, ana o'shanday qilib ko'proq yurishni. Yurish bu negativ hissiyotlardan yuvadi insonni. Ya'ni ko'p yursangiz negativ hissiyotlar chiqib ketadi. Undan keyingisi shukronalik yozish. Hech shukronalik yozib ko'rganmisizlar, qizlar? Kim yozgan? Shukronalik yozing, shukronalik yozing, hamma aytib yuribdi. Nega deb o'ylaysiz? Nimaga deb o'ylaysiz? Shukronalik yozish, biz hadeb har kuni shunaqasi ham nolaymiz-ku. Bir marta shukronalik Allohga nisbatan aytaylik. Qalbimizdan chiqsin shu narsa. Qalbimizdan chiqish kerak. Tilimizda aytsak ham zo'r, o'xshaydi, lekin yozsangiz undan ham zo'r. Chunki yozsangiz muhrlanadi bu narsa. Muhrlandimi? Bo'ldi, u ishlamasdan qolmaydi. Ishlamasdan qolmaydi. Siz ayting. Meni qaynonam menga mehribon va eng suyukli kelini bo'lishni istayman. Allohim, men qaynonamni eng suyukli kelini bo'lganim uchun shukronalik keltiraman deb yozing. O'sha shunaqa zo'r ishlaydi. Yoki bo'lmasam turmush o'rtog'im menga e'tibor berishini, menga mehribon er bo'lishini istayman Allohim va erim mehribon erkak bo'lgani uchun, menga mehr ko'rsatgani uchun shukronalik keltiraman Allohim deb chin qalbdan yozing. U ishlamasdan qolmaydi. Albatta sizdagi har bitta hissiyot ishlaydi. Har bitta orzu, har bitta amalingiz ishlaydi.
Faqatgina buni daftarga ko'proq yozishingiz kerak. Ko'proq Allohga shukronalik keltirsangiz, "Ey bandam, bu nima bo'pti? Men senga bundan ziyodini beraman" degan ekan Alloh. Agar siz noshukrchilikda tinimsiz har kuni noshukrchilik qilib yuraversangiz, bilasizmi? Shukronalik esingizdan chiqarib qo'yasiz. Alloh aytar ekan, "Sen shu noshukrchilikni ko'paytirib yubordingmi? Men senga bu nima bo'pti? Undan ziyodini beraman" deb noshukrchiligingizni ko'paytirib yuborar ekan. Sizga nima kerak? Shukronalik qilib siz yutuqlarga erishganingiz, oilangizni tiklaganingiz yaxshimi? Yoki bo'lmasa noshukrchilikda yurib, o'zingizni stressga solib, asabiylashib, diqqatingizni buzib, halovatingizni yo'qotib yashash yoqadimi? Qaysi biri kerak sizlarga? Tanlaylar, o'zlaringda tanlov. Xohlang kechiring, xohlang kechirmang. Men faqat yo'llarini o'rgatdim qizlar sizlarga. Faqatgina yo'llarini o'rgatyapman. Aytish yaxshi, qizlar, aytaman deyapsiz. Men ham aytaman. Har kun aytaman. Allohga shukr, Allohim menga har taraflama rizq, ne'mat berayotganing uchun, tirikligim uchun, hayotligim uchun, qo'l oyog'im ishlayotgani uchun, bolalarim sog'-omon, erim mana shunday erkak bo'lgani uchun, menga mehr muruvvat ko'rsatgani uchun, hammasi uchun shukronalik keltiraman deb har kun aytaman. Lekin buni qog'ozga tushirsangiz, undan ham zo'r. Undan ham zo'r ishlaydi. Yozib bajarib ko'ring bu texnikani. Demak, bugungi mavzumiz, bugungi darsdan nimalarni ko'rib chiqdik? Har bir insonga sinov berilishi bu rivojlanish uchun ekanligini tushuntirib berdim. Diqqat e'tibor qayerda bo'lsa, energiya o'sha yerga qaratilishini ham tushuntirib berdim. Bugun qabul qilish va kechirish kerakligini o'rgatdim. O'ziga bo'lgan ishonchni qaytarish yo'llarini, ruhiy tushkunlikdan chiqish yo'lini ko'rib chiqdik. Qizlarjonlar, bugun sizlar bilan mana shularni ko'rib chiqdik. Stresslardan chiqish, kechirish, qabul qilish bosqichma-bosqich bo'ladigan jarayon. Bunda yo'l yo'riq ko'rsatib turadigan sizga ustoz kerak, albatta qizlarjonlar. Sizlarga aytganimdek, buni hozir men sizga berdim mana shu texnikalarni. Albattasini hammasini qilib ko'ring, lekin bular zo'r ishlaydi. Lekin bundan ham zo'rlari darslarda turibdi. Kurslarda bundan ham bomba natija beradiganlari bor. Siz bir kunda tushuncha olgan bo'lsangiz, u yerda vobshe dahshat ma'lumotlar turibdi. Undan ham zo'r texnikalar, undan ham zo'r ma'lumotlar o'sha yerda yotibdi. Bittada tushunasiz. Hammasidan, stresslardan chiqish, kechirish, qabul qilish, bosqichma-bosqich hammasidan yo'l yo'rig'i sizga tushuntiriladi, qizlarjonlar. Albatta, insonlar boradi, uyiga qiladi, men o'zim qilaman, yo'q, men shuncha harakat qilishim uchun vaqtim ketadi deb erinishadi dars qilishga. Agar siz erinsangiz, yo'l yo'riqni bilmasangiz, qanaqa qilaman, qanaqa qilib men oilamni tiklayman, qanday stressdan chiqaman, qanaqa qilib qaynonam bilan murosaga borsam bo'ladi degan muammolaringizga yechim bor, qizlar. Yechim bor. Hammasini yo'l yo'rig'i bilan o'rgatishim mumkin. Albatta, sizga bunga ustoz kerak bo'ladi. Albatta, bu tushunmagan narsalaringizga ustoz olishingiz kerak. Qizlarjonlar, hammaga xayrli kech. Sizlar bilan bugungi darsimizda birga bo'lganimdan juda ham xursandman. Sizlarni yaxshi ko'raman.